Ushbu videoda Muhammad Said Tantoviy qalamiga mansub bo'lgan 4 qismdan iborat payg'ambarlar tarixi asari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Muhammad Said Tantoviyning ushbu kitobda payg'ambarlar tarixi, ibratli hayotlari, Qur'oni Karimdagi ba'zi suralarning nozil bo'lish sabablari bayon qilinadi. Ayniqsa, muborak Qur'on oyatlarida zikr qilingan qissalar juda qiziqarli va tushunarli uslubda talqin qilingan. Ushbu ibratli qissalar inson nafsini razolatdan hidoyat sari boshlaydi, qalb ko'zlarini ochadi. 4 qismdan iborat ushbu asarning birinchi kitobida Odam alayhissalom, Idris alayhissalom, Nuh alayhissalom, Hud, Solih, Ibrohim hamda Lut alayhissalomlar haqida atroflicha hikoya qilinadi. Ikkinchi kitob orqali biz Ismoil, Ishoq va Yaqub alayhissalomlar qissalari, Yusuf alayhissalomning og'aynilari bilan bo'lgan o'rtadagi mojarolari hamda Muso alayhissalom haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Ikkinchi kitobda nihoyasiga yetmay qolgan Muso alayhissalom qissasi uchinchi kitobda yana ham ochiq tarzda hikoya qilinadi. Bundan tashqari, Iso alayhissalomning hayotlari bilan bog'liq bo'lgan bir qancha hikoyalar ham hikoya qilinadi. To'rtinchi kitobda Iso alayhissalom qissasi ochiqligicha bayon qilinadi va bir qancha mashhur boshqa qissalar ham bayon qilib beriladi va so'ngida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam haqlarida nozil bo'lgan oyatlar bayon qilinadi. Payg'ambarlar tarixi asari Qur'oni Karim oyatlari orqali nozil bo'lgan payg'ambarlar haqidagi bir qancha qissalarni go'zal tarzda tafsir qilib bergan ajoyib asarlardan biri hisoblanadi.